Bunday qasir-qusur bo'lib chiqishi albatta xamirga bog'liq. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, barcha sirlarini bilib olasiz. Gazli suvimizni olamiz, so'ngra o'simlik yog' qo'yib, tuz, olma sirkasi solamiz. Un solib, laziqli til solib, xamir qorib olamiz. O'rtacha yumshoqlikdagi xamirimizni 2 soat tindirib qo'yamizda, so'ngra zuvalachalarga bo'lib olamiz. Zuvalalarni o'rab qo'ying, qayzib qolmasin. Endi zuvalalarni yoyib olamiz. Ushbu xamir juda ham cho'ziluvchan. Cho'zib tezgina yesangiz bo'ladi. Sifatli 82,5% sariyog'dan yaxshilab surib olamizda, so'ngra taxlab olamiz. Taxlangan xamirlarni muzxonaga 2 soatga olib qo'ying. Shunda yog'lari qotiydi, yoyishingiz oson bo'ladi. Ichiga xohlagan achinkangizni solsangiz bo'ladi. Men qiyma va piyozdan foydalandim. Uzungina somsalarimizni o'rab olamizda, ustiga tuxum sarig'i surib chiqamiz. Men yana ham chiroyli ko'rinish bo'lish uchun ustiga kesib zo'r berib oldim. Bu xamirning siri albatta gazli suvda, to'g'ri sariyog' tanlashda va balandroq olovda pishirishda. Kim sizga buni pishirib berishini xohlasangiz jo'natib qo'ying va kanalga a'zo bo'lib qo'ying.